Assalomu alaykum. Do'stona suhbat loyihasini qadrli kuzatuvchilari, yana siz bilan uchrashib turganimizdan nihoyatda mamnunmiz. Assalomu alaykum, bizni aziz muxlislarimiz. Mana haftalar o'tib, 124-songa ham yetib keldik. Bu sonimiz mehmoni albatta, biz ko'proq reklama qildik. Kitob top loyihasi muallifi hamda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti yoshlar yetakchisi Bekzod Burxonov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Sizni qadrdon do'stona suhbat loyihasiga mehmon qilib aytganingizdan juda ham xursandmiz. Avvalgi sonlarda ham siz mehmon bo'lgansiz, adashmasam 84-sonida. Keling, siz haqingizda bizni muxlislarimiz allaqachon xabar topishgan. Keling, avvalgi sondan hozirgi songa qadar qanaqa yutuqlarga erishdingiz? Fikrlash doirangiz qay darajada o'zgardi? Shu haqida suhbatimizni boshlasak. Do'stona suhbat loyihasiga chiqqanimizga 1 yil bo'libdi. 84-soniga chiqqan ekanmiz. O'shanga chiqishimiz ham zo'r bo'lgan, ya'ni o'sha do'stona suhbat loyihasi efirga chiqishidan shu loyihaga biz ham chiqamizmikan? Chunki bilamizki, jamiyatdagi eng oldi insonlar, elita qatlamlari, ziyolilar har doim loyiha mehmoni bo'lgan. 84-sondan 124-songacha juda katta o'zgarishlar bo'ldi. U vaqtda oddiy yoshlar yetakchisi, oddiy davlat xizmatchisi bo'lsak, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ancha-muncha auditoriyaga erisha oldik va qilgan asosiy ishlarimizdan biri ilmni targ'ibga chiqaruvchi, targ'ib qiluvchi Kitob top loyihasi bo'ldi. Mana shu 1 yilda ushbu Kitob top loyihasi paydo bo'ldi. Hozir Kitob top loyihasi nafaqat Samarqandda, balki boshqa viloyatlarda ham targ'ib qilinayotganiga ko'zim tushdi. Aytingchi, avvalgi suhbatlarimizda aytdingizki, hattoki o'zimni hisobimdan $1000 ishlatdim, shu kitoblarni sotib olib, xalqimizga ziyo ulash uchun dedingiz. Aytingchi, bu loyiha qay darajada o'zini oqlayapti? Gulnora, ajoyib savol. Loyihaga asos solinayotganda, menda shunday maqsad bo'lganki, bu loyihadan qandaydir bir moddiy manfaat emas, ilmni targ'ib qilish. Ya'ni bilamizki, jamiyatda hozir kitobxonlik pasayib ketgan. Mana shu kitobxonlikni targ'ib qilish va mana shuning ortidan ilm orqali yoshlarimizning qalbiga kirib borish bo'lgan. To'g'ri, biz dastlabki o'sha moddiy qiymatni o'zimizdan sarflaganmiz va hozirgacha biz reklama emas, loyihalar bilan ishlayapmiz. Ya'ni o'sha yoshlarga foydasi tegadigan proyektlar. Dastlabki summamizni chiqdi deb ayta olaman, chunki ya'ni bizda moddiy manfaat, foydamiz bo'lmagan, lekin o'sha loyiha mana boshlanganiga hali 6 oy bo'lsa, mana shu yaqin 6 oy davomida 2 ta proyekt olib, o'zi o'sha proyektlar bilan ishlayapti. Loyiha menimcha manfaatli bo'ldi deb o'ylayman, chunki eng muhimi, hech bo'lmasa yoshlarimizga kitob ulasha olyapmiz. Muxlislarning fikri qanday? Sizni Aa, kuzatuvchilarning. Bu O'zbekistondagi ilk kitobxonlikni targ'ib qiluvchi va tekin kitob ulashuvchi mega loyiha bo'ldi. Loyihaga birinchi boshlanganda juda ko'p qarshiliklar bo'ldi. Ya'ni bu kitobni yashirdingiz, xo'p, uni qanday kitobxon topa oladimi? Uni ko'chadagi boshqa odam topib ketsa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasa bu kitoblarni ertaga siz yashiryapsiz. Endi hozir bilamiz, zamonamizda biroz notinchliklar bor. Turli o'shanaqa bo'lmaydimi deb juda ko'p qarshiliklar bo'ldi, tavsiyalar bo'ldi, lekin juda tez fursatda, yaqin 1 oyda dastlabki 1000 ta obunachiga ega bo'la oldi va shu vaqtgacha 1000 ga yaqin kitob ulashgan bo'lsak, birontasi topilmay qolib ketgani yo'q. Ya'ni berilgan kitob albatta o'z egasini topmoqda. O'z egasini topmoqda, lekin shu kitob o'qilyaptimi? Muxlislar shu kitobni o'qib chiqdim deb o'zlarini otsiflarini qoldirishyaptimi? Kitob top loyihasining qoshida Kitob top magazini, onlayn kitob do'konini ham ochganmiz. O'qilayotganligi biz qanday buni aniqlab boramiz? Ya'ni jonli efirda haftada o'sha loyihada savol-javob bo'ladi va o'sha bitta kitob muhokamasi bo'ladi. O'sha kitob bo'yicha savol-javob bo'ladi. O'sha kitob savol-javobdan 3 tasini to'g'ri topgan dastlabki kuzatuvchiga yana kitob sovg'a qilinadi. Ya'ni va yana loyihada mega loyiha hisoblanganligi yana bir tarafi, turli kitoblarni ochib berishga harakat qilinib, videolar ham qilib boriladi. Endi o'ylaymanki, misol uchun
100 ta kuzatuvchidan hatyobi hech bo'lmasa bir 15-20 tasi o'qiyotgan bo'lishi kerak. Javob uchun rahmat. Qariyb 1,5 yildan keyin yana do'stona suhbat mikrofoni qarshisiga chiqayotgan bo'lsangiz, sizda soha o'zgarishi ham kuzatildi. Ya'ni, iqtisodiyot yo'nalishida bakalavr tugatgansiz, hozir magistraturada o'qiyapsiz va hozir media sohasi vakili hamsiz. Yaqinda sizni kuzatganimda guvohi bo'ldim. Allaqachon 10,000 obunachini yig'ib qo'yibsiz. Aytingchi, media sohasi sizni qay darajada, o'ziga tortib oldiki, siz bu sohadan ko'ra ko'proq mediani afzal ko'rdingiz? Yigit kishiga 70 hunar ham oz degan maqol bor. Hozirgi zamonda balki 100 hunar deyish ham mumkin. To'g'risini aytganda, kimdir futbol o'ynashga qiziqishi mumkin, yana kimdir rasm chizishga. Media sohasi bu mening bo'sh vaqtimdagi qiziqish hisoblanadi, ya'ni hobbiyim. Media sohasiga kirib, ya'ni tizimli ravishda blog yuritayotganimga mana 1 yil bo'lgan bo'lsa, siz aytganingizdek 10 mingtadan ziyod obunachiga, muxlisga ega bo'ldik. Media sohasi qanday desak bo'ladi? Hozirgi kunda zamon shunchaki shunday rivojlanyaptiki, yoshlarni qayerda bo'lsa o'sha joyda biz ular bilan ishlashimiz kerak. Demak, men offlayn tarzda yoshlar yetakchisi hisoblansam, demak, o'sha internetdagi o'tkazayotgan yoshlarni vaqtini ham samarali o'tkazishim kerak. Shuning uchun menda asosiy maqsad bo'lgan, internetda ham blog yuritib, foydali ma'lumotlar ulashib, yoshlarimizga ilmni targ'ib qilish uchun xizmat qilish bu asosiy pirovard maqsad bo'lgan. Kitobtob loyihasi ko'p tarmoqlarga bo'lindi. Mana siz aytgandek, Kitobtob onlayn magazini, Kitobtob podkasti. Siz ham podkastga qo'l urdingiz. Aytingchi, shu podkast yo'lga qo'yilishida do'stona suhbatni oz bo'lsa-da o'rni bormi, hissasi bormi? Nafaqat u podkast, balki o'zimizni shaxs sifatida yana bir darajaga ko'tarilishimizda do'stona suhbatni xizmati bo'lgan. Chunki o'tgan sonda o'sha 84-chi yo 84-sonda chiqqanimda shunday savollar bo'lgandiki, bu savollar yana rivojlanishga va keyingi sonlarda chiqayotgan odamlarning fikrlari yanada ko'proq o'rganishga nima deydi, turtki bo'lgan. Podkastga keladigan bo'lsak, endi do'stona suhbat birinchi raqamli. Samarqandda birinchi raqamli, O'zbekiston bo'yicha ham samimiy suhbat olib boriladigan yagona jonli efirlardan biri, podkastlardan biri hisoblanadi. Bizni podkastimiz biroz boshqacharoq, ya'ni jonli efirda bo'lmaydi. U yerda asosiy ilmli insonlar chiqadi va o'sha efir davomida biz ko'proq podkastdagi maqsad nima? O'sha ilmli insonni muxlislarga, o'sha Kitobtob muxlislariga ochib berish hamda o'sha ilmli insondan obunachilarga nimadir sovg'a berish. Ya'ni bu bilim bo'lishi mumkin, bu moddiy bo'lishi mumkin, bu ma'naviy bo'lishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, ilm talabidagi insonlarga har ko'rinishda ozuqa berish. Anonsni tasvirga olayotganimizda bir narsani guvohi bo'ldim. Ya'ni kamerani yoqishimiz bilan sizni gaplaringiz yana qolipga kiradi. Samimiyat bilan suhbat qilamiz. Kamerani yoqmaganimda birdaniga rasmiy uslubga o'tasiz. Hozir ham kuzatib turibman. Savollarimizga qisqa, lo'nda javob berishga harakat qilyapsiz. Keling, kameralarni unutgan holda bir sizni ochib olish uchun shaxsiy savollarni ham berishni boshlaymiz. Suv ichib olmasin. O'tgan 1 yil ichida shaxsiy hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi va kitob o'qiyotgan, hozirgi kunda ko'plab yoshlarni o'ziga ergashtiradigan ziyoli sifatida shaxsiy hayotingizni qanday qurib boryapsiz? Shaxsiy hayotga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan 1 yil davomida erishgan asosiy yutuqlarimdan biri o'z shaxsiy brendimni mustahkamlash va Instagram platformasida katta auditoriyaga ega bo'lish bo'ldi. Bu mening asosiy yutuqlarimdan biri. Chunki ko'pchilik yoshlar aytadi, blog boshlayapman, lekin meni kuzatuvchim kam. Men ularga har doim aytaman, sening bitta kuzatuvching bo'lsa ham yoki 10 ta kuzatuvching bo'lsa ham, sen demak to'g'ri yo'ldasan. Sening tarafdorlaring bor. Ya'ni senga, chunki hozir internet olami juda ham cheksiz. Ya'ni u yerda minglab kontentlar, minglab ijodkorlar, millionlab blogerlar bor. O'shalarning ichida seni afzal ko'rib tanlayaptimi? Demak, sen harakatdasan. O'sha dastlabki boshlaganimizda qiyin bo'ldi, chunki profilim bloklanib qoldi, Instagram bloklab qo'ydi. Undan keyin yangi profil ochib boshlaganimizda dastlab 500 ta, 600 ta odam bilan boshlab shuncha mehnat, shuncha
o'zingiz ham bilasiz, media sohasidasiz. Ya'ni 1 daqiqalik videoni olish uchun qancha mehnat ketadi. Uni montaji bor, kamerada bunaqasi bor. Shuning uchun boshida qiyin bo'ldi, lekin sohamiz to'g'ri tanlanganligi uchun, ya'ni Instagram sohasida menga o'xshab blog yuritadigan, ya'ni ta'lim sohasida blog yuritadiganlar kam bo'lganligi uchun ketmonimiz ancha uchdi. O'sha avgust, iyun oylarida abituriyentlarga juda katta yo'l yo'riq ko'rsata oldik va millionlab prosmotrlarga ega bo'ldik va o'shandan keyin bizga bu motivatsiya bo'lib, hozirgi darajagacha yeta Endi oldik. savol, nima uchun eski profilingiz bloklanib qoldi? Qanaqa kontent yaratgansiz? Yo'q, kontent emas, nima deydi? Telegramda shunday funksiya bor, ya'ni ko'plarga yoshimni aytsam, bizni jamiyatimizda shunday narsa borki, yoshga qarata muomala qiladi. Endi ish jarayonida juda ko'p bo'lgan. Men Telegramda yoshimni kichraytirib, kattartirib qo'yganman. Men Instagramni ham o'ylaganman, shunaqa funksiya qilsa bo'ladi deb. O'shanda nastroykasiga qo'l teginganimda Instagram sun'iy intellekt deb o'ylab, meni bloklab qo'ygan va mendan so'raganki, pasporting bilan rasmingni yuborsang ochib beramiz degan. Men uni tushunmaganman-da, faqat o'zim rasmni yuborib 5 marta qayta bo'lgandan keyin avtomatik tarzda Instagram bloklab qo'ydi. Ochishga ham iloji bor edi. Faqat juda katta pul kerak edi. 5000, 6000 dollar. Qaradik. Yangi boshlash uchun bu balkim bu bir nima deydi, nishonadir. Yangitdan boshlash uchun deb ko'z yumib yangitdan boshladik. Bekzodjon, sizda mana bilamiz, kitobxonlikda targ'ib qiluvchi loyihalaringiz bor-da. Umuman bir monitoring qilib ko'rganmisizlar? Bugun kitobni kimlar o'qiyapti o'zi? Juda og'riqli savol. Men shu narsaga guvoh bo'ldimki, agar ikkita jins nuqtai nazaridan statistikaga qaraydigan bo'lsak, qizlar ko'proq. Yoshga qaraganda-chi? Yoshlarga qaraganda mana bu 20 yoshgacha bo'lgan yoshlarning kitob o'qishi juda kam. Buni balkim abituriyentlar yoki talabalar dastlabki yillardagi qiyinchiliklar deyish mumkin. Ya'ni bu qanday? Bu badiiy asarlarga nisbatan aytilayotgan fikr hisoblanadi. Biz yana bitta narsaga guvoh bo'ldikki, ko'proq ilmiy, balki ilmiy asarlardan ko'ra badiiy asarlar ko'proq mutolaa bo'lyapti. Lekin men shunday fikrdaman, badiiy asarning ham o'qiladigani bor, yoki quruq oldi qochdi asarlar ham bor. Shuning uchun yoshlarga har doim tavsiya beraman, kitob o'qiyotganda filtr qilib oling. Ya'ni bu kitob menga qanday ozuqa beradi? Bundan nima olaman? O'zi o'qilishi kerakmi bu adabiyot? Bu adabiyot o'qilmasligi kerakmi? Qo'lga tushgan barcha kitobni o'qib ketish kerak emas. Ya'ni reja asosida o'qilishi kerak. Hozir o'zingiz aytyapsizda, mana 20 yoshgacha deb to'g'ri aytdingiz. 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar kitobni oz o'qiyapti deyapsizda. Endi bu 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar nihoyatda texnologiyalarga, zamonaviy texnologiyalarga o'rgangan va bizdan yaxshi biladigan avlod. Ular shuning ichida katta bo'ldida. Umuman bizda shunchaki kitobni qog'oz shaklda emas, ularga yetkazishda qanaqa yo'llardan foydalanyapmiz. Umuman shu vaqtda mana siz kichkina emas, bitta katta oliy o'quv yurtini yetakchisizda, yoshlarni yetaklovchi insonsiz. Qancha yoshlar sizni ko'radi, sizga ergashadida. Bir institut o'zi ham bir shunaqa loyihalarga harakat qilib ko'ryaptimi? Bu loyiha bunaqa siz aytyapsiz, ya'ni faqatgina qog'ozda emas, Kitob boshqa shaklida ko'rinishda mutolaa qilish. Bu hozirgi yaqin 2-3 yilda juda katta loyihalar amalga oshirildi, xususan mutolaa. O'zim ham foydalanaman. Shunaqangi endi faqat o'qish kerak qoldida, yoki eshitish kerak qolyapti, yoki ko'rish kerak qolyapti. Faqat nima insonda o'shanga ishtiyoqni paydo qila olish. Misol uchun audio kitoblar, video kitoblar, shunaqangi yoki bo'lmasa o'sha oddiy mutolaa ilovasida ham minglab adabiyotlar bor. Men bitta narsani istayman-da, qarang. Mutolaani ham o'zini qoidalari, o'zini chegaralari bor. U gegemon bo'lib qolmasligi kerak-da. Unga bir raqobatchi sifatida, yanada kreativ, yanada jozibali qilib bir yangi ilovalarni yaratish bo'yicha aynan men institut o'zini qanaqadir bir tajribasi yoki harakat loyihasi bormi degan Bookblog degan loyiha qilgandik. Platformasini ham ishlab chiqqandik. Kitobxon yoki men shu narsani bildimki, kitob targ'iboti va kitob biznesi juda ham qiyin biznes ekan, yoki kitob targ'iboti ham juda qiyin ekan. Chunki
Siz, targ'ib qilayotgan kitob, misol uchun, zo'r trenddagi kitob bo'lsa yaxshi, uni sizdan oldin ham insonlar targ'ib qilgan, o'qiladi xo'p. Lekin, uni olib turib yoshni o'qishi yoki boshqa qilinishini nazorat qilish juda qiyin. Endi hozir oliy ta'lim tizimida shunday narsa bo'ldi. Talabalarda, granti 1 yillik bo'ldi. Mana shu narsa kitobxonlikka biroz ta'siri bo'ldi. Yaxshi taraflama qanday? Ya'ni 1 yil davomida talabalarga o'qilishi kerak bo'lgan 100 ta kitob ro'yxati berilyapti yilni boshida va yilni oxirida o'sha bo'yicha test bo'lyapti. Hmm. Ya'ni bu o'z-o'zidan, shunday narsani beradiki, kitob o'qigan bola kontraktda bo'lsa grantga o'ta oladi. Hmm. Bu foyda tarafdan mana shunisi foyda bo'ldi. Endi siz aytyapsiz, ya'ni, mutolaaga monopoliya bo'lmaslik, ya'ni unga, bitta raqobatchi bo'lib kitob. Men shunday fikrdamanki, qanday texnologiya bo'ladi yoki necha asr o'tadi, baribir qog'ozda kitobda ifora bo'ladi-ku. Mana shu o'qiganga yetmaydi. Albatta bu endi klassik fikr. Ko'pchilik shunday deymizda, qarang, nima uchun 20 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz o'qimayapti? Demak, yetarli emas. Bu yerda qandaydir bo'shliq bor. Ular, ishoning, men, juda ko'p oliy o'quv yurtlarida yoshlar bilan gaplashib ko'rdim. Eng Gulnora, bilasizmi, odamga alam qiladigani borda. Endi hozir qaysi viloyatda bo'lganini aytmayman, Samarqandda emas. O'sha aynan filologiya talabalari bilan muloqotda bo'ldikda. O'sha o'tgan kunlarda yoki mehrobdan chayonda filmini ko'rayapti va o'shandan xulosa qilyapti. Chuqur kirsangiz to'xtaydida. Yoki naridan beri o'sha ommabop bugungi kunda mana turk adabiyotidan ko'p tarjima bo'lyapti. O'shandan bitta ikkitasini o'qigan. Lekin hali o'sha bizning mutaxassislarimiz ham buni chuqur tushunayotgan yo'q. Endi mana bunday zamonda biz, kitob klassik deb turaverishimiz, bilasizmi, bir yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kitobni qanaqa shaklda bo'lsa ham o'qishini xohlayman. Masalan, men, o'zim, elektron o'qiy olmayman. Uncha-muncha kichik hikoyalarni o'qimasam, katta badiiy romanlarni yoki hatto bir qissani ham o'qimaganman. Asosan men kitob shaklida o'qiyman-da. Elektronni demak yoshlar, mana buni o'qimayaptimi? Biz unga boshqacha nimadir berishimiz kerakmi deb o'ylayman. Bitta biz, bu bo'yicha ham bir loyiha boshlagandik. Ya'ni, o'sha kitob bo'yicha qiziqarli, ya'ni kitobning eng mag'zli joylarini video qilib chiqarish. U bo'ladi. Ko'rdik. Ya'ni misol uchun, biz kitobxonlik klubimiz bor oliy ta'limimizda. 10 tami 15 ta a'zosi bor. Bitta kitobni qo'ydik. Misol uchun muqaddima. Hamma o'qidida o'ziga yoqqan eng zo'r joylarini kelasi kuniga yodlab keldi. Ya'ni o'qigan yana qizil joylarini aytdi. Keyin video ko'rinishida biz uni oldik reels formatda va Instagramga joyladik. Bitta yechim mana shu bo'ladi deb ayta olaman. Chunki, misol uchun nima? Yashamoq degan kitob trendga chiqdi o'tgan shu yil. Hamma o'qidi. Siz ham o'qigan bo'lsangiz kerak. U yerda nima? Ya'ni u kitobni o'qilishiga sabab, juda katta ijtimoiy tarmoq faollari, juda ko'p insonlar u kitobni tavsiya qildi. Mana shu, ya'ni siz aytayotgan kitobxonlik, kitobni ko'p o'qilishiga, ilm vakillari, juda katta ijodkorlar, juda katta auditoriyasi bor insonlar zo'r targ'ibot qilib berishi kerak. Mana shunda. Bu, eng, nima deydi, kalit nuqtasi deydi-ku, siz o'shani aytdingiz hozir. Bu kalit nuqta haqiqatan. Ba'zan bunaqa psixologiya bor edi. Bizni yoshligimizda juda o'sha psixolog motivatorlar o'shandan foydalanardi. Qani hamma men bilan xayrlashsinchi deb turib qo'lini mana shunday qilganda, ko'pchilik mana bunaqa qilardi, lekin u aslida bunaqa qilib turgan bo'lardi. Biz ko'rganimizga ishonamiz. Shunday. Siz aytayotgan narsa, har kuni ko'raversak, o'shanga odatlanib qolamiz. 90-yillarning oxirida, bir san'atkor, chiqdi hozir chetda, Abdulaziz, qurbon bo'lamanda aytganda. U odam olamdan o'tdi. Yo'q, san'atkor. O'sha adashtirdim. 98-yilmi, shu yillarda-da qurbon bo'laman degan qo'shiq. Yoshlar kanalida aylanardi. Endi yoshlar kanali o'sha Paydo paytda bo'lganda. paydo bo'lgan. Tinimsiz aylanganda boshida bu nima deyapti deb turib o'chirib qo'yganmiz-da. Keyin shuni qisqa vaqt davomida biz uni har kuni ko'rdik. Har kuni eshitdik. Qisqa vaqt davomida o'sha davr yoshlarini, ya'ni bizni
eng yaxshi ko'rgan qo'shig'imizga o'sha qurbon bo'laman aylanganda. Deganim, o'sha kitobni har kuni mana boya aytdingiz-ku, siz anaqani Instagramda Kitob aytyapsiz-ku, topa. yoshga qarab tavsiya qiladi, sun'iy Hmm. intellekt bor deyapsiz-ku. Demak, Hmm. meni o'zimni qiziqishim shu darajada to'ldirib tashlash kerakki, o'zingiz aytganingizdek, bir kishi bo'lsa ham harakatini qilaversin-da. Oldida ko'proq taklif bo'laversa, xuddi mana shu yashamoqqa yoki muqaddimaga o'xshab tinimsiz reklama bo'laversa, o'quvchisi ko'payadi. Yoki mana bugun zamonaviy adabiyot, badiiy asarlarni misol qilib oladigan bo'lsak, juda aksariyat yoshlar menimcha qo'rqmani o'qishdi-da. U nimani hisobiga? Aynan sizni tizimingiz, o'sha yoshlar agentligi Hmm. juda katta buni Targ'ibot. targ'ibot qildi. To'g'ri, yaxshi asar, arziydigan asar, lekin mumkin ekan-ku mana shu ma'noda. Ko'paytirish kerak bunaqa loyihalarni. Reklama qilinyapti, lekin bir joyga ahamiyat qaratmaymiz. Kerakli adabiyotni reklama qilyapmizmi? Misol, man 3 marta shu reklama qilingan kitobni sotib oldim. 3 xilcha kitob, sanab ham beraman. Yashamoq, Sen bir olam, men o'zga olam, To seni topgunimcha. Har uchalasini trendga chiqarib reklama qilishyapti, lekin birinchi betini o'qigandayoq man shu kitobdan qaytyapman. Tarjimasida xatolik bor, ikkinchi navbatda imloviy xatoliklarga juda ham to'la kitob. Kitobxon shunaqangi nozik, endi kitobxon, ya'ni bir marta kitob o'qiyotgan emas, ko'p kitob o'qiyotgan shunaqangi nozik did insonki, Gulnora aytayotgandek, agar imlo xato bo'lsa ham qandaydir ko'ngillanma bo'ladi-da. Menda ham shunday, misol uchun, agar bitta kitob, tarjima kitobni o'qiysam, bitta xato bo'lsa hay ko'z yumish mumkin. Hay endi inson xato qiladi. Agar u xato ko'payaversa, o'zi buni tarjima qilgan odam qanday, bu ma'no qanday bo'ladi? Chunki ma'no qochib ketgan bo'ladi-da. Siz aytgandek, ilm trendga olib chiqish kerak. Buning uchun qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Ya'ni kitob tarjimasi yana bitta narsa borki, qaysi davlatda kitob tarjima qilinayotgan bo'lsa, shu narsaga e'tibor berilishi kerak. Ya'ni o'sha davlat psixologiyasi singdirilishga harakat qilingan kitob bo'ladi. Oddiy yashamoq misol uchun, agar o'qiydigan bo'lsangiz, xitoyliklarga nisbatan biroz hurmatingiz paydo bo'ladi. Ya'ni shunchalik singdirilganki o'sha asar ichiga, ya'ni qanday qiyinchilikda bo'lganligi, qanday davrlarni boshdan o'tkazganligi, chidamli xalq bo'lganligini bildiryapti. Ya'ni bizlar ham asarlarimizda shunaqangi zo'r asarlarimiz bor bizda ham. Yoki mana Javlon akani o'zini taniyman shaxsan. Bir ikki marta ko'rishganman ham. Shunaqa adabiyot yaratildi, mana kinosi ham bo'ldi. Bizni qanday millatimizni, qanday mishlar qilganligini ochib berdi. Bu bitta, ya'ni mana hozir 2022-yil Javlon Javliyev menimcha qo'rqma asari yilning eng zo'r asari bo'lgandi. Undan keyin hozir menimcha unaqa trendga chiqqan kitob, to'g'ri, jadidlar kitobimiz chiqdi, lekin bunaqa badiiy asar Javlon Javliyev maishiy muammolardan qochdi, maishiy mavzulardan qochdi. Shuning uchun ham menimcha trendga chiqdi bu kitob. Va bugungi kunda bizda ideologiyamizda qandaydir bir yurak depsinishlari paydo bo'ldi. Bu jadidlarga qarab depsinyapti-da. Bu o'sha mavzuni jadidlarni ideologiyasini asarga ko'chirdi-da. Ilm uchun pul tikish kerak, ilm uchun kerak bo'lsa millat yig'ilish kerak, birlashish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak degan ma'noda. Bu bizga uyg'un bo'lganligi uchun ham balki o'sha Javlon Javliyevning asari ommalashdi deb o'ylayman. Ham tarixni sakrab ketilgan qismi bo'ldi-da, yashirilgan qismi bo'ldi. Shuning uchun ham ko'pchilik yaxshi qabul qildi. Ochib bera oldi-da o'sha joyda. Sizda loyihangiz bor-da, Begzodjon. O'sha kitob yashirib qo'yish nimangiz, kitob topa. Bu menga juda bir kreativ tuyuldi. Bu yaxshi. Men yaqinda bir o'rtog'imiz aytib qoldi, radioda shunaqa loyiha bor dedi. Shunga yaqinroq dedi. U radioda dedi, u boshqa menimcha. Unda ham qanaqadir bir mukofotlar bor ekan. Farqi yo'q-da. Men o'ylaymanki, o'sha yaxshi loyihalarni dunyo bo'yicha hamda yaxshi o'zini oqlagan, targ'ib qilsa, tatbiq qilsa bo'ladigan loyihalarni o'zlashtirish kerak. Hozir sizniki menga juda ma'qul bo'lyapti. Bu qay darajada o'zini oqlayapti deysiz mana shu loyihani, kitob top loyihasi? Men boshlagan o'zi menda reja nima bo'lgan? Qandaydir loyihaga asos solish. Izlandim juda ham. Mana bu ijod yo'lidan, ta'sirli video olishdan ketsammikan yoki nimadir qilishim kerakki, men loyiha boshlasam o'sha loyiha, ya'ni
ko'rgan odam, ha, mana bunaqa loyihasi bor ekan, loyihasiga o'tib ko'rsa, endi juda ko'p shaxsiy brend qurgan insonlarga e'tibor bersangiz, biosida yozilgan bo'ladi. Nimadir loyiha asoschisi, nimadirning ta'sischisi deyilgan bo'ladi. Shunday bo'ldi, keyin institutda yurgandim. Shunaqa bir mana o'sha vaqtda Samarqandda shunday narsa urf bo'ldi. Pul yashirib qo'yish qayergadir va o'sha orqasidan obunachi yig'ish. Ya'ni 100 ming so'm pulda bitta kishi shunday videoga oladida, qaysidir bir haykalni tagiga qo'yib qo'yadi, keyin internetga joylaydi. Biz shunaqa xalqmizki, tekin narsaga juda ham oshiqamiz. Keyin o'shaning orqasidan auditoriya yig'di, lekin bunaqa bu loyihalarning hammasi oxiri baribir tugab ketdi. O'shanda ko'rdim, to'xta dedim, mana shu kitob ko'rinishida qilsam qanday bo'larkan? Ya'ni kitobni yashirib qo'yaman. Ya'ni endi siz issiq uyingizni tark etishingiz uchun ham kitobga sal muhabbatingiz bo'lishi kerak-da. Agar kitobga qiziqmaydigan odam bo'lsa, u kitobga qayerda bormaydi olishga. Keyin boshlanishiga video o'zim oldim. Bulvarga yashirdim, eng top joylarga yashirdimda. Keyin kitob top nomining paydo bo'lishi ham, ya'ni bu yerda faqat yashirilgan kitobni top emas, kitob top. Ya'ni kitob ilm yuqorida degan ma'noda ham. Keyin dastlabki 2-3 ta videodan keyin videomiz avtomatik Instagram rekomendatsiyasiga chiqdi. Instagram tavsiyasiga. Endi Instagram tavsiyasiga chiqish degani bu bitta videongiz kamida 100 ming, 200 ming prosmotr bo'ladi va uning orqasidan anchagina auditoriya keladi. Bu motivatsiya bo'ldi. Shundan keyin boshlandi va 3 oylardan so'ng bu loyihaga hamkorlar chiqa boshladi. Ya'ni bizning o'quv markazida oldiga kitobingizni yashirib keting, kitobdan olib beraman yoki pulingizni beraman deydigan odamlar chiqa boshladi. Men bundan xursand bo'ldim. Reklama. Reklama. Reklama bo'lganda ham qanday bu kreativ reklamada. Ya'ni men kitob topdi, misol uchun Elmerosni oldiga yashirib ketsam, uni hech kim o'ylamaydi. Bu Elmeros reklama qildiryapti emas. U yerda miyaga beriladi. Ya'ni Elmerosga kitob yashirib ketsa, kitobni olishga kelgan 100 ta odam keladimi, 50 ta odam keladimi, uning miyasida paydo bo'ladi. Ha, Elmeros bor ekan shu yerda. Lokatsiyasi anaqasiga, miyasiga joylanadi. Shundan keyin dastlabki reklamalar chiqa boshladi. Keyin katta-katta loyihalar bilan ishlash boshlandi va bir qancha loyihalar bilan ishladik va boshida tikilgan $1000 o'z samarasini berdi va davom etyapti. Kitob targ'ibotchisi o'zi qaysi turdagi kitoblarni, qaysi janrdagi kitoblarni o'qimoqda? Kitob menda shunday bor, ya'ni o'qilishi kerak bo'lgan kitoblarni 1 yil oldin belgilab qo'yaman. Ya'ni yiliga 20 ta yoki zaxira joylari bo'ladi. Ayni kunlarda Jinoyat va jazo Dostoyevskiyning kitobini o'qiyapman. Undan oldin muqaddimani yarimlarigacha o'qidim va shu narsani bildimki, juda ham og'ir kitob ekan. Yarimidan keyinga silja olmadim, to'g'risi. Balkim ish bilan chalg'idikmi yoki nimadir bo'ldimi? Chunki juda og'ir kitob deyishimga sabab tarixiy asar va bittada o'qib tushunish qiyin. Manbalar juda ko'p. Manbalar juda ko'p. Ya'ni uni qandaydir mushohada qilib yoki mulohaza qilib ko'rish kerakmi bir betda o'qigandan keyin, qiyinchilik bo'lgandan keyin hozir berilib o'qiyotgan asar Jinoyat va jazo va menda shunaqa taktika bor. Bitta tarixiy yoki shaxsiy rivojlanishga oid kitob o'qisam, ikkinchi kitob albatta badiiy asar bo'ladi. Chunki miyani chalg'itish. Shu muqaddimani juda bir afzal tomoni bor ekanda. Haqiqatan qiyin, men ham tishga botadigan asar. Gulnora buni yaxshi tarafi bor, aynan shu asarda. Odatda bizni tariximizni o'zimizni tarixchilarimiz yoritganda va ko'pincha unda xolislik bo'lmaydi. O'sha aytaylik, bugun davlat maslahatchisi bugungi hukumatni yozib qoldirayotganda o'zini chegaralarini qoldiradi. Nimani aytish mumkin, nimani aytish mumkin emas. Aytaylik, o'sha Amir Temur davrini bu Amir Temur bilan uchrashganda, Ibn Xaldun uchrashganda, menda masalan o'sha Zafarnomada yoki o'sha davrga tegishli boshqa tarixiy asarlarda Amir Temurni men qandayligini tiniq tasavvur qila olmaganman. Tasavvur qiling, men 40 yoshga kiryapman. Lekin Amir Temur aynan qanaqa edi degan ta'rif ko'pincha o'ylaganda biz mana bu bulvardagi haykalini yoki o'sha toj kiygan soqolli holatini ko'ramizda. Ibn Xaldun uni boricha tasvirlaganda. Masalan, Amir Temurni qay darajada oqsoqligi haqida gapirganda men o'ylar ekanmanki, yo bilmadim, ko'rgan filmimiz ta'sirimi yoki masalan Muhammad Alini asari asosidagi Ulug' saltanat o'sha asosda qotib qolganmi miyamiz? Boshqacharoq edi-da.
idealroqda qandaydir tasavvur qilyapsizmi? Amir Temur bizda idealroq. Kitob bu xolis. Ibn Xaldun xolis beryapti boshqacha. Aytaylik qisqa masofalarda Amir Temur oyog'ini sudrab yurardi degan holatini men boshqa joyda ko'rmaganman. Balki men to'liq o'qib chiqmaganimdandir, lekin o'sha bizda sharq ijodkorlarida, sharq tarixchilarida bu narsa ochiq ko'rsatilmaganda, ideallashtirilgan. Bir oyog'i oqsab yuradi deganni o'qiganman. Ha, endi oqsoqni biz sal hisoblaymiz-ku. Bu yerda Ibn Xaldun sudrab yurardi oyog'ini deyapti-da. Bu endi sal nimaroqda Amir Temur shaxsiga. Yoki uni uzoqroq masofaga olib borishganda yo ko'tarib yurishardi, yo ko'tarib otga mindirishardi deb ta'rif beryapti-da. Bu xolis bu ancha bizda. Shunday narsani men muqaddimani o'qib, yozilgan hamma narsaga ham ishonish kerak emas ekanligini anglab yetdim-da. Aynan, Bu aynan. kitobda yana zo'rligi, manbalarni solishtirganda mana bu olim mana bunday yozgan, lekin aslida unday emas. Bunga mana fakt. Mana bunday. Endi o'ylab ko'r. Bu bunday qilgan bo'lsa, u payti mana bu davrda mana bu qanday bo'lgan? Shunaqangi faktlarga asoslangan. Shuning uchun bu kitob ancha zo'r va trenddaligi mana shuning uchun. Yana bitta gap yuqorida aytdingiz-ku, har doim tarixni g'oliblar yozadi. Ya'ni hech qachon o'zini kamchiligini tarixga yozib ketmaydi. Ideallashtiradi. Ideallashtiradi, boyitadi. Bu kitobda yana ikkinchi qismlar ham endi bor. Faqatgina buni o'qish uchun undan oldin ancha kitobxon bo'lishingiz kerak, ancha boshqa kitoblarni mutolaa qilgan bo'lishingiz kerak. Biroz nima deydi, og'irroq kitob. Ilovalar Menimcha ko'pdir. kitoblar haqida ko'p va xo'p gaplashdik. Hali bir savol bergandim bu kishiga. Shaxsiy hayotlari haqida, shaxsiy brend haqida gapirib ketib qoldilar. Aytingchi, endi shu savolni boshqacharoq beramiz. Oxirgi marta qachon xizmat doirasidan tashqariga chiqdingiz? Yetakchilarda doimiy xizmat doirasida bo'linadi. Ko'proq vaqtingizni universitet talabalariga hamda shaxsiy brendingizga sarflayapsiz. Shaxsiy hayot qanday ketyapti? Yaqin noyabr oylarida rejalashtirgandim boshqa davlatga chiqishni, lekin o'xshamay qoldi. Bir qancha sabablari bor. Agar yaqin 1 yillikda aytadigan bo'lsak, xizmat doirasidan chetda holat hali bo'lgani yo'q. Lekin mana shu Xudo xolasa bayram oldiga rejalashtiryapmiz. Nasib qilsa bo'lib qolar. Lekin bitta narsa ko'plar aytadi, bo'sh vaqtingda nima ish qilasan deydi-da. Men o'zi bo'sh vaqt qachon bo'ladi bo'sh vaqt? Men shunga tushuna olmayman. O'zi bo'sh vaqtingizda ham nimadir ish qilayotgan bo'lasizku. Fikrlaysiz hech bo'lmaganda. Hech bo'lmaganda o'ylaysiz, hech bo'lmaganda qishloqqa borsangiz mol qaraysiz-da. Shuning uchun hali xizmat doirasidan tashqari holat yaqin 2 yilda bo'lgani yo'q. Nimalarni rejalashtirmoqdasiz? Xizmat doirasidan Asosiy tashqariga chiqsangiz. O'zbekiston bo'ylab sayohat. Dastlabki anaqam, keyin xorijga sayohat. Ya'ni xorij tajribasini ko'rish, qani dunyoda nima o'zgarishlar bo'lyapti ekan, borib o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelish. Yana shunday narsa bo'ladiki, men ko'p insonlar bilan gaplashganda, chet elga borsang ancha-muncha o'zingga motivatsiya olib qaytasan. Ya'ni o'zing ko'rasan. Dunyo nima qilyapti? Sen hali qanaqa darajadasan? Sen nima ish qilishing kerak? Shu asosiy maqsadlar. Bekzod aka, har birimizda bolalik davrlari kechdi. Orzulari osmon bolalik davrlaridan mana hozirgi kunlargacha yetib keldik. Aytingchi, bundan 10-15 yil avvalgi Bekzod hozirgi Bekzodni qilayotgan ishlaridan rozimi? Menimcha rozi deb o'ylayman. Meni bitta orzuyim bo'lardi bolalikda. Men juda olis qishloqda o'sganman. Maktabimizga borish uchun 10 kilometr masofani yurish kerak bo'lardi. Umrimizda agar 9 yil maktab bilan o'tsa, o'sha 9 yil faqat yo'l yurish bilan o'tgan. Bitta orzuyim bo'lardi, shaharga ketish va men stadionga kirib futbol ko'rish. Mana shu narsa mening kichik orzularimdan biri bo'lgan. Chunki juda havas qilardim shaharda yurgan insonlarni va futbolga juda qiziqqanman. Shuning uchun ishqibozlikka, shuning uchun yaxshi hozir hammasi Xudoga shukr yozilganidek va ota-onalarimiz duosida so'ralgandek bo'lyapti. Bekzod, biza bugun mana kitob deyapmiz-da. Nima uchun kitob deyapmiz? Maqsad kitob najotda deb o'ylaymiz-da. Va aslida ham shunday. O'tkir Hoshiyev aytgan o'sha 9-mo'jiza ham kitob degan fikrdaman. Bu mening shaxsiy qarashlarim. Undan tashqari yana najot bo'lishi kerak-da. Bu xo'p, demak, biz faqat kitobga torta olmasak, bugungi yoshlarni nimagadir bir foydali
bir yaratuvchanlikka xizmat qiladigan bir manbalarni topolmasak qiyin vaziyat. Sizni o'zingiz mana kuzatishingizda mana asosan yoshlarni ichida bo'lasiz. Yoshlarni qiynayotgan eng asosiy muammolar nimada? Va sizni g'ashingizni keltirayotgan holat nimada? Yoshlar pozitsiyasidan qaralgan o'zimiz ham yoshmiz. Agar o'sha 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar pozitsiyasidan qaraladigan bo'lsak, ulardagi asosiy muammo hamma narsaga tez erishish. Hmm. Ya'ni birdaniga mashina olish, birdaniga uy olish, birdaniga karyera qurish, sabrsizlik asosiy. Hmm. Yoshlarda kuzatilayotgan muammo va ya'ni men ko'p hozirgi kunda liderlik kursi ham o'taman. 20 taga yaqin o'quvchim bor. Ya'ni har oyda o'sha yoshlarga, talabalarga dars beraman va har bir oyda yangilab ketaveraman. Ya'ni ular bilan ishlashda shu narsa bo'lyaptiki, ular time managementini to'g'ri qila olmayapti. Ya'ni vaqtini rejalashtira olmayapti. Asosiy muammoyim shunda. Ya'ni nima qilasan, ertaga nima rejang bor? Bilmasam, institutga borsam bir nima qilaman-da yoki nima hozir bir oy nima qilmoqchisan? Bilmadim, shu kunimiz o'tyapti-ku yoki bugun nima qilasan? Darsga boraman bo'ldi. Ya'ni rejaning yo'qligi va sabrsizlik. Bu asosiy. Ya'ni men haligacha eslayman, menda shunday maqsad qo'ygan, shu institutga ishga kirsam bo'ldi, oylik ham kerak emas. Shu institutda yursam bo'ldi degan narsa bo'lganda, ya'ni men ishga kirganimda bir ancha oylar oyliksiz ishlaganman. Ya'ni sabr, hamma narsaga muvaffaqiyatga eltuvchi yo'l sabr deb bilaman. Hozirgi mana bu 2003-2004dan keyin bu bo'lgan yoshlarda asosiy muammo mana shu sabrsizlik va yana bitta narsa bor. Bironta fikr miyangizga kelsa, uni bir o'ylab keyin chiqarish kerakda tilga. Endi o'zimizda shunday tarbiya berilgan. Yana men hozir juda ko'p yoshlar bilan muloqot qilganda, miyasiga kelgan fikrni birdaniga tiliga aytaveradi. Juda ko'p. Misol uchun aytaman, tanbeh beraman yoki bunday. Mana bu iyul-avgust oylarida abituriyentlarga bilan ko'p ishlaymiz, konsultatsiya beramiz. Asosiy oliy ta'limga 5 ta ta'lim yo'nalishini tanlash kirishda. Soat 2 da telefon bo'lyapti. Kechasimi? Kechasi 2 da. Mhm. Keyin endi 2 da sog' odam uxlayotgan bo'ladida. Endi ma'lum bir ish egalari bo'lmasa, endi Oila a'zosi bo'lmasa begona telefon qilmaydi. ya keyin ya'ni telefon ham mobil telefon emas, Instagramda qo'ng'iroq bor. Telefonda, iPhone'larda shunaqa funksiya bor. Prama sizni anaqangizga yuboradi. Qo'ng'iroqdek keladi. Ertalab yozyapman, keyin tinchlikmi, nima desam, bitta savolim bor edi deyapti. Qani endi anaqa qilsangiz Kim zamon endi u, ko'ta talabami? abituriyent. Hmm. Savolim bor edi deydi. O'ylash kerakda, soat 2. Qanday 2 da to'g'ridan-to'g'ri telefon qilib turib, savolni so'rash mumkin? Uxlayotgan bo'lishi mumkin. Nima desa bo'ladi? Tanish holat. Ha. Urib o'ldirgisi keldimi? Befarosatlikning ichiga chiqqanligi deyish mumkinmi? Men aytdim, "Hay, savolingiz bo'lsa, yana qilsangiz bo'ladimi? Ertaga yozsangiz bo'ladi-ku, yozsangiz bo'ladi-ku" desam, sabrim chidamadi. Shu narsani o'sha paytda bilgim keldi-da", deyapti. Muhimmikan ish qilib u bilmoqchi bo'lgan narsasi? 6 ta'lim yo'nalishi haqida javoblar qachon chiqishini so'ramoqchi ekan. Endi nima deydi, bir kulgingiz keladi, bir yig'lagingiz keladi-da. Yana bitta narsa bor. Men hozir hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda blog yuritamiz, unaqa ijtimoiy tarmoqlarsiz o'zimiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham o'ziga yarasha odob me'yorlari bor-da. Albatta. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri audio xabar yuborish kerak emas. Agar juda yaqiningiz bo'lmasa yoki birinchi marta yozayotgan odamingizga qo'lingizni og'ritib birinchi xabar yozishingiz kerak. U vaziyatga qarab javob berishi mumkin, yiqilishda bo'lishi mumkin, eshitolmasligi mumkin. Hozir men shu yoshlardagi asosiy muammo shu ijtimoiy tarmoqlardagi me'yorni umuman bilmasligi va yo'qligi. Hozir ijtimoiy tarmoqda keng aylanyapti, ya'ni Z avlod vakillari, ya'ni zoomerlar 97-yildan to 2012-yilgacha bo'lgan avlodlar o'zlarini baxtsiz his qilisharkan, chunki ularda intilish yo'q, ularni davrida ijtimoiy tarmoqlar, telefon ancha rivojlandi va buni hisobiga ular tezroq maqsadga yetishishni xohlaydi. Bu haqida biz ham kontent qilgandik. Men ham endi yoshlar bilan ishlayman. 2 yildan beri juda jahlim chiqardi. Hozir to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman va iloji boricha shu zoomerlarni dunyoqarashini o'zgartirish, ularni sal bo'lsa ham sabrliroq qilishga chaqirish bo'yicha kontentlar ham chiqaryapmiz. Bu bilan nima demoqchimiz? Shunchaki hozirgi yoshlar shunaqa bo'lmadi. Bir pokoleniya shunaqa bo'ldi. Ularning ichidan ham tarbiyalilari bor, farosatlilari bor. Muhimi
biz ilgari surishimiz kerak. Qilayotgan ishlar noto'g'ri ekanligini, har bir narsaga erishishda vaqt kerakligini singdirishimiz kerak. Muammo nimada? Muammo, mana misol uchun yoshlar kelyapti, 2-3 yoshdan telefonni уже bilyapti-da ular. Muammo nimada? A, ya'ni internet asrida bolalarni telefonsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-da. Baribir u nima qiladi. Men 7-sinfimdan telefon ishlatganman ekan. Akam Rossiyadan yuborganda eslayman, 7-sinfimdan telefon ishlatganman. Nokia degan adashib nomini aniq qilyapman. Nokia edi. Telefon ishlatgan ekanman. Meni amakimning o'g'li telefon ishlatmasdi va biz birga tayyorgarlik ko'rardik repetitorga kollej payti. Amakimni o'g'lini har doim mendan himoya qilishga harakat qilardi. Ya'ni Bekzod telefonning kushandasi telefonning ichiga kirib ketgan. Bu ko'proq tayyorgarlik ko'rib o'rtaga o'qishga kirish uchun Bekzoddan uzoqroq yurish kerak deb mendan himoya qilardi. Boringki ikkalamiz ham o'qishga topshirdik. Men kirib keta oldim, u kirolmadi. Muammo nimada? Ya'ni men уже 7-sinfda ishlatsam telefonda nima yaxshi, nima yomon, nima olish kerakligini anglab yetgandim. Ya'ni men abituriyent payti telefondan to'g'ri maqsad yo'lida foydalanardim. Ya'ni X variant yechardik, variantlar yechardik, internetdan manbalar olardik. U esa telefonni hali ishlatishni bilmasdi. Va nima bo'ldi? U abituriyent vaqtida telefon baribir uydagilardan yashirib oldi va bilasiz, telefonni dastlabki olgan paytingiz uni o'yiniga qiziqasiz, boshqalarga qiziqasiz. Abituriyent davriga uni o'sha o'yiniga qiziqadigan davri to'g'ri kelib qoldi. Menda esa u payt o'yinlarga qiziqish bo'lmagan. Ya'ni to'g'ri tushuntirishni bilish Da, kerak. bolaga mana bu telefon 1 soat foydalan, mayli ruxsat beraman, faqat nima uchun foydalanishing kerak? Internetdan bir nima olishing uchun yoki foydali video kontent ko'rishing uchun deb to'g'ri tushuntirish berish kerak deb o'ylayman. Siz qilgan bir eksperimentni javobini eshitishni xohlayapman. 2-3 kun bo'lib qoldi o'zi anons olganimizda shunda aytdingiz. Liderlik maktabida talabalarimga topshiriq berdim. O'g'il bolalar bir kun boringlar, mardikorlik qilib ko'ringlar, qizlar popkorn sotadi dedingiz. Shuni qanday bo'ldi natijasi? Xulosa qanaqa bo'ldi? Sobir aka shunday bo'ldi. Sizga ham biroz aytmoqchiman. Ya'ni guruh liderlik kursiga o'tyapman. Hozir kursni oxirida amaliy topshiriq berdim. Ya'ni aytdim, pul baxt olib kelmaydi, pul baxt olib kelmaydi, pul yomon deb bizni ko'p qo'rqitgan. Aslida unday emas. Pul yaxshi narsa, faqat halol mehnating bilan topilsa va to'g'ri maqsadda ishlatsang. Sizlarga amaliy topshiriq, o'g'il bolalar shanba kuni Marikor bozorga chiqasizlar. O'zlaringga mos ish topasizlarda, hech pul ishlashlaringni ertasi kuni darsda aytasizlar dedim. Qizlarga esa o'sha kuni institutimizda tadbir bor edi. Ertasi kuni tadbir bor edi. O'sha tadbirda nimadir sotasizlar dedim. Mayli, men ruxsat olib beraman dedim. Faqatgina bozor narxidan qimmat bo'lmagan sotasizlar dedim. Qayerda sotadi? Institutda. Institut zalini oldida. Ya'ni yana shunday eksperiment, Gulnora, sizga aytmagan eksperimentimiz ham bor. Zalni ichida tekin popkorn tarqatilyapti, anaqa tashqarisida pulligi. Ya'ni kirayotgan kuzatuvchi talaba nima deydi? Agar sal e'tiborli bo'lsa, ichkariga kirsa tekin popkorn oladi. Agar besabr bo'ladigan bo'lsa, tashqaridan sotib oladi. Yaxshi. Keyin qizlarimiz sotdi, ancha foyda qoldi. Hamma narsasi sotilib ketildi. 170 mingami olingan narsasi 500 mingdan ziyod pulga turg'izdi. Savdo shunday narsa, baraka bor. Urgutdan borib popkorn olib kelibdi. Urgutliklar popkornni kilovoy sotib olibdi-da, stakanchaga solibdi-da, sotibdi. Va kola, pepsilar sotibdi. Yaxshi. Yigitlarimiz ham ish topolmay kelgani ham bo'pti, lekin ish topolmagani ham baribir uddalagan, chunki o'sha bozorga chiqa olish, ya'ni Mardlar maydoniga chiqa olib, u yerda bilasiz juda ko'p odam bo'ladi, ishini ajratib olish. O'zim ham chiqib ko'rganman, juda qiyin u yerda haq ajratib olish. Yaxshi, ularda bir nima deydi, muhimi nima u yerda? Ota-onani qadriga yetish, pulni qadriga yetish va yana eng asosiy narsa ertaga o'qimasa o'sha joyga borish. Ya'ni ertagini kutayotgan asosiy kutilma. Baribir ertaga oila boqish kerak, og'ir mehnat. Shuning uchun ko'proq o'qib, yaxshi o'qish kerakligi uchun qandaydir unduv bo'ldi. Ularni o'zini hikoyasi bo'ldimi shu mavzuda? Ta'sirlantirgan misollar. To'g'risi bugun darsimiz bor edi. Bugun video qilishimiz kerak edi. Endi bugun efirimiz bo'lganligi uchun kelasi safarga qoldirdik. Hali o'zidan eshita olganim yo'q. Lekin topshiriq bajarildi. Xulosasi qizlarni bilaman, xursand hammasi. Chunki ancha daromad qilgan. Rost-a. 200 minglik narsangizni 600 mingga qilsangiz, student uchun 400 ming so'm foyda-da. Iqtisod va servis institutiga mana shunaqa amaliy eksperimentlarni ko'paytirish yaxshi bo'ladi. Juda kutilmagan holat.
Eee, Mh. savdoda shunday narsa borki, men o'zim juda ko'p savdo bilan shug'ullanib ko'rganman. Bozorda mayiz sotib ko'rganmiz, to'ylarda katta-katta ko'k karilarda anaqa sotib ko'rganmiz. Qilmagan ishimiz qolmagan. Savdoda shunday narsa borki, odamlar oldida o'zini tuta olishni rivojlantiradi asosiysi. Ya'ni Mh. uyalmaslik. "Keling, mana buni oling, zo'r narsa" deb maqtov olish. Keyin asosiy, bir so'mni 2 so'm qilish. Endi Mh. institutda to'g'ri, hozir bitta bizni institutda emas, butun ta'lim tizimida asosiy muammolardan biri nazariyat va amaliyotni uyg'unlashmaganligi. Faqat nazariy bilim berilyapti, uni amaliyoti qolib ketayotganligi. Bu Keling tabiiy marketolog bo'ladi-da ular. Shunday. Marketingni ichida bo'ladi. keling onlayndagi samimiy fikrlar va savollarni o'qib o'tsak. Nafisa Qo'ylonova omad tilayman debdilar. Saltanatxon Ahmedova assalomu alaykum, jamoaga omad. Suhbat samimiy va foydali bo'lyapti. Qodir aka Shoimov katta boshlovchimizdan. Assalomu alaykum, loyihada Bekzodjonni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Qanday qilib ilm, bilim, ta'lim bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng auditoriyani yig'a olyapsiz? Siri nimada bo'lyapti? Oldingi do'stona suhbatda qatnashganingizdan suhbatning farqi nimada bo'lyapti? Shu 2 yil ichida Bekzod Burhonov hayotida nimalar o'zgardi? Deb 3 ta savol qoldirdilar. Birinchi savol, ya'ni ta'lim, ish va ijtimoiy tarmoqda yuritayotganligimizning asosiy muvaffaqiyat kaliti tizimda. Ya'ni, biz, ijtimoiy tarmoqda boshlaganimizda, blog boshlaganimizda shunday narsa bo'ldi. Boshlaymiz, tinimsiz, yuritamiz, Instagram algoritmiga ta'sir o'tkazamiz. Ya'ni, haftada 4 kun to'liq video qo'yamiz. Tamom, o'zimizni oldimizga maqsad qo'yganmiz. Bu o'z-o'zidan biz, video zaxirasini, 1-2 kunligini biz qilib qo'yamiz va avtomatik joylab boraveramiz. Qolgani esa, ishtiyoq, ya'ni motivatsiya shunday narsaki, bitta video qo'ydingizmi, mana Gulnora yaqinda video qo'ydi, million prosmotrlar bo'lib ketdi. Gulnora katta motivatsiya bo'la oldi. Oddiy misol. Menga ham xuddi shunday. Bitta video qo'ysam, u 10 mingtadan ko'p ko'rish bo'ldimi, bu menga motivatsiya. O'shanda maza qilaman. Ya'ni meni fikrimni kimdir eshityapti, nimadir olyapti. Men davom etishim kerak yana. Bu ana ijtimoiy tarmoqlardagi. Ishdagi motivatsiya esa erkinlik. Institut rahbariyati shunday rejim yaratib bergan, ya'ni erkin rejim yaratib bergan. Erkinlik bor joyda ijodkorlik, yuksalish bo'ladi. Shu, keyingi savoliga mana shu 2 yil ichida, oldin ham javob berib o'tgandim. O'zgarish katta. Ya'ni, odamzod shundayda, bitta kitob o'qidim desa aqlliman deb o'ylaydi. 2 ta kitob o'qisa yaxshi bilaman deydi. 3 ta 4 ta kitob o'qisa, hali bilishim kerak bo'lgan narsalar juda ko'p deb o'ylaydi. Hozir yildan yilga shunday narsa bo'lyaptiki, biz bilayotgan narsalarimiz hammasi nisbiy. Hali o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Mh. Biz hozir, nima deydi, maishiy va ijtimoiy muammolar bilan o'ralashib yuribmiz. Bu yerda katta-katta qilinishi kerak bo'lgan ishlarimiz hali judayam ko'p. Dunyo Do'stona bo'yicha. suhbatda avvalgi qatnashganingiz va hozirgi qatnashayotganingizni farqi nimada? Farqi, oldin ishtirok etganimda 10 mingta yoshli yetakchisi bo'lsam, hozirgi kunda, 1 oylik, bizda aktivimiz 1 million. Farqi shu. 10 ming va 1 million. Joyida ham maqtab o'tib ketdingiz, a? Biroz maqtanchoqroqman. Keling, Qodir akani yana savollari bor. O'tkir aka Bo'lyamov savol beryaptilar, birma-bir o'qib beraman. Mhm. Bundan 4-5 yil oldin Bekzod sizda katta shijoat va tashabbuskorlikni ko'rganman. Respublika va xalqaro forumlarni birgalikda o'tkazganmiz. Hozir ham shijoat va tashabbuskorliklar bormi? Qodir aka? Qodir aka. Qodir aka o'zi, nima deydi, siyosiy savodxonligimga va siyosiy, partiyaga kirib kelishimizga asosiy sabab Qodir aka hisoblanadi. Men ilk talabalik yillarimda Qodir aka oldiga chaqirib, Bekzodjon hamkorlikda ishlaylik va respublika bo'yicha juda katta ishlar qilganmiz. Partiyadagi faollik, susaydi biroz. Bu kamchiligimiz hisoblanadi. Bilmayman, uni biroz sabablari bor. Balkim Qodir aka ketib qolgan ekanmi? Yana nima deydi, hozirgi mana shu yilda, men o'ylayman, oldingi Bekzoddan ko'ra hozirgi Bekzod ancha sustlashib qoldi. Ya'ni bu qanday? Oldin juda tashabbuskor bo'lganman. Haqiqatda juda ko'p forumlar qilardik. Umuman tinmasdim. Hozir, ko'proq mana bu blog sohasiga, fikrimizni qaratyapmiz va ilm sohasiga endi o'z-o'zidan oldin oddiy talaba bo'lsak, endi, ilm yo'lini tutishimiz kerak, dissertatsiyamiz qilishimiz kerak, ilmiy ish qilishimiz kerak. Balkim mana shu tarafi, bitta narsa qiynaydi, ya'ni ertaga men o'qituvchi bo'lganimda
talabalarga qanday bilim bera olaman? Oldin unaqa o'y bo'lmaganda, oldin talaba bo'lganmiz. Talaba bo'lgandan keyin ha bo'ldi, rivojlanish. Endi shuning uchun balkim bu susayish, Ulg'ayishni ta'siri, ulg'ayishni ta'siri va kelgusi muvaffaqiyatlarga debochcha bo'lib tayyorgarlik. tayyorgarlik. Aha. O'tkirбек aka Gulyamov. Biz ularni anchadan beri efirlarimizda ko'rmadik. Assalomu alaykum Bekzod ukamiz. Haqqoniy Samarqandimiz qolaversa O'zbekistonni yoshlar yetakchisi. Savol: Bekzod, sizning fikringizcha mavjud ta'lim tizimi yoshlarimiz uchun yanada jozibadorlik qo'shtirnoq ichida bo'lishi uchun nima ishlarni amalga oshirish va nimalardan voz kechishi zarur? Rahmat debdilar. O'tkir akaga assalomu alaykum. O'tkir aka nima deydi? Havas qiladigan insonlarimizdan biri. O'tkir akani o'zi jahongashtaligini ko'rib men motivatsiya olaman har doim. Savoliga endi o'zimni fikrimcha javob beradigan bo'lsam, ta'lim tizimimizda yangilik qilish keragi yo'q endi. Ya'ni qanday? Mavjud yangiliklar hammasi mana yaqin 5 yillik uchun qilib bo'lindi. Endi faqatgina o'sha chiqarilgan qarorlarni, chiqarilgan farmonlarni ijro qilish kerak qoldi. Nemis tizimini olib ko'rdik, dual ta'lim olib ko'rdik. Mana hozir grantlarimiz, hammasi. Endi faqatgina mana shu tizimni zo'r ishlatish kerak. Zo'r ishlatib, adolatli ishlatadigan bo'lsak, rivojlanish asta-sekinlik bilan bo'ladi. Endi muammo men talabalar bilan mana yaqin 2 yilda ilm sohasida biroz yaqinroq ishlab shu narsani bilyapman. Ya'ni ko'plar o'ylaydi, yoshlar yetakchisi faqatgina tadbir qiladi, ma'naviy ma'rifiy ishlar bilan mashg'ul. Lekin aslida unday emas. Hozir biz faqatgina tadbir qilish emas, ular bilan ilm sohasida, ya'ni oliy ta'limning maqsadi ta'lim berish, ilm berish. Shuning uchun bitta narsaga guvoh bo'lyapmanki, yuqorida ham aytib o'tdik, nazariya va amaliyning bir-biriga chambarchas emasligi. Nazariyada boshqa narsa-yu, amaliyotda lekin boshqa. Oddiy misol, bitta iqtisodiy ko'rsatkichni o'rganish uchun yoki bitta iqtisodiy fanda bir bo'lagini o'rganish uchun uning birinchi amaliyotini ko'rsatib bera olish kerak. Mana bozorda mana bunaqa bo'lyapti, real mana bunday. O'zbekistonda misol uchun hozirgi kunda asosiy aktual mavzu O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi. Bor yo'g'i ikkita mamlakat qoldi hozir muzokara olib borilayotgan. Mana shu narsani agar biz faqat nazariy tarafini ko'radigan bo'lsak, u ertaga biz tayyor bo'la olmasligimiz mumkin. Agar amaliyotda qo'llaydigan bo'lsak, haqiqatdan uning anaqa yaxshi va yomon taraflari bor. Yomon taraflari nima deyishingiz mumkin? Mahalliy ishlab chiqaruvchilar yo'qolib ketadi o'z-o'zidan. Ya'ni o'rtadagi ishlab chiqaruvchilar tovarni sota olmay qoladi. Katta raqobat kuchayadi yaxshi tarafi. Ya'ni narxlar arzonlashadi, aholiga yaxshiroq bo'ladi. Asosiy muammo nazariy va amaliyotning bir-birida chambarchas emasligi. Ya'ni qilinishi kerak bo'lgan ishlar esa faqatgina qilingan ishlarni ijrosini ta'minlash uchun o'rta bo'g'in zo'r ishlash kerak. Albatta. Xemis haqida gapirib o'tdingiz. Endi biz talabaligimiz 2-3 yil avval edi. Shunda bir tushuncha bor edi. Bu Isomiddin aka sizlarning ham davrlaringizda bo'lgan. Ya'ni davlat universitetiga kiribdimi, demak u bilimli talaba. Lekin hozir Xemis bor, ko'pchilik talabani tutdek to'kib yotibdi. Kreditga qoladi, pul to'laydi, keyin yana qayta topshirish bilan topshiradi. Aytingchi, hozirgi talabalar shu darajada o'tmaslashib ketdimi? Ular oddiy yakuniy imtihondan o'ta olmayapti va kredit to'lab qayta o'zlashtirishga majbur bo'lyapti. Bu nimadan? Birinchi muammo nimada? Xemis tizimini agar to'liq ichiga kiradigan bo'lsak, juda zo'r tizim. Haqiqatda zo'r tizim. Shunaqangi raqamlashgan Isomiddin aka, hamma ma'lumotlaringiz integratsiya qilinganda, tushunyapsizmi? Siz oldin bitta o'qiyapti degan ma'lumotnoma olish uchun dekanatga bor, rektoratga bor, unga bor, bunga. Hozir bitta platformangizga kirasiz, tamom. Muammo nimada? Muammo bola o'shani tushunib yetolmayapti. Ya'ni oraliq nazoratda mana buncha ball olish kerak, joriy nazoratda mana bunday ball olish kerak va mustaqil ta'limda mana bunday ball olish kerak va yakunda yakuniy imtihondan mana buncha ball olish kerak. O'sha narsani qishloqcha qilib aytganda, kerakli olinadigan bilimni bo'la olmayapti o'sha unaqa bosqichlarga. Chunki hozir birinchi oraliq bo'ladi, ikkinchi oraliq bo'ladi, mustaqil ta'lim, joriy va yakuniy. 5 ta imtihon. Tushunyapsizmi? U bilmayapti. Oldin biz davrimizda zo'r edi. Birinchi oraliq, ikkinchi oraliqda necha baho olishingiz qiziq emas. Sessiyada necha baho olsangiz, o'sha baho sizga qo'yiladi. Bizda shu tizimda o'qiganmiz. Hozir unday emas. Hozir oraliqdan ball yig'asiz, birinchi oraliqdan ball yig'asiz. MBingiz bo'lmasligi kerak, ikkinchi oraliqgacha yetarli ball olishingiz kerak. Keyin ikkinchi oraliqda ball olasiz. Keyin joriyda mustaqil ta'limi bor. Unga ball beradi va mana shu ballaringiz yig'iladi yakuniga kirishingiz uchun. Inson omili bilan bo'lyapti-ku bu. Nima uchun talaba shuni yig'a olmayapti?
Qarang, nima bo'lyapti? Hemisni o'zida baholanganida men tushungan bo'lardim. Hemisni tushuna olmayapti, bahoni bo'la olmayapti, lekin o'qituvchi bahoni qo'yyapti-ku. Gulnora, bitta muammo bu yerda nimada? Bola o'sha o'ylayaptiki, yakuniga yetib olish uchun uning etaplari borda, uni bajarishni bilmayapti. Ya'ni birinchi oraliqdan qolib ketyapti, ikkinchisiga kira olmaydi. Ikkinchisidan ball ololmadimi? Joriyni anaqasi ballini ololmadimi? Yakuniyni kira olmaydi. Ya'ni bittasida muvaffaqiyatsizlikka uchrayaptimi? O'sha keyingi muvaffaqiyatsizliklarga sababchi bo'lib qolyapti. Ya'ni uni bola misol uchun endi to'g'ri inson omilining ham aybi bo'layotgandir, lekin hech qachon agar bola harakat qilib turib, o'qib turib, e, ball oladigan bo'lsa, domla uni hech qachon o'qimaydi-da. Endi bu yerda faqat bu yerda talaba tarafdan biz endi biz yoshlar yetakchilari shunday, har doim talabalar manfaatini himoya qilamiz, talaba ko'zi bilan qaraymiz. Lekin agar o'qituvchi ko'zi bilan qaraydigan bo'lsa ham, bu yerda talabalarimizda ham biroz aybi bor. Ya'ni vaqtini, ilmini rejalashtirish kerak. Mana shu joyda shu narsani o'qishim kerak, shuni ballni olishim kerak. Mustaqil ta'limga e'tibor berishim kerak. Talaba zotiga o'zi singib qolgan, oxiriga kelganda o'qiyman deydi, imtihonda bir kun oldin Bu o'qiydi. Xemsda xato. Bu Xemsda xato hisoblanadi. Chunki siz yakuniy ballingiz 90 ball 5 lik bo'ladi. 5 likni olish uchun ham birinchi oraliq va ikkinchi oraliq nazoratlarda yaxshi baho olishingiz kerak bo'ladi. Men ham Xemsga yaqinda birinchi marta duchor bo'ldimda. Hozir magistraturada shunaqa bo'lyapti. Aytganingizdek hamma ma'lumotlar bor ekan. Qachon kontrakt to'laysan, sen o'qiyapsanmi, qaysi bosqichda, endi darslaringizda har bittasini o'tganingizgacha belgilab borishar ekan. Shunday. Men o'yladim, masalan, haqiqat aytyapsiz, ko'pincha yalqovmizda. Ichiga kirsa, ozgina taftish qilsa, o'sha Xemsni ham tushunish, o'ylayman, bugungi yoshlar uchun 2 karra 2 bo'lib qoladi. Gulnora nima nimani aytdingiz-ku, aka? O'tkir akani. O'tkir aka haqiqatda bizni judayam faol qo'llab-quvvatlaydigan loyihamizda do'stlarimizdan, akalarimizdan. Sizni xabaringiz bormi yo'qmi? Yaqinda otalarini yo'qotdilar. O'tkir aka. O'tkir aka do'stona suhbat loyihasi jamoasi nomidan sizga hamdardlik bildiramiz. U kishini o'sha inson yoshingiz qancha ulg'aygani bilan belgilanmas ekanda, ota-otada. O'tkir akani o'sha agressivligi yoki o'sha qaltis postlari kamaygan. Otani sog'inchi menimcha u odamda paydo bo'lyapti. O'tkir aka, sizga sabr tilaymiz. Bezajon, o'zim uchun oldingi suhbatda bo'lmaganman. Hozir juda xursand bo'ldim sizni aynan o'sha o'ziga xos loyihangizdan. Men o'ylaymanki, o'sha hozir bugungi oliy o'quv yurtlarini, yoshlar yetakchilarini hammasi shu sizga o'xshagan, sizga o'xshab bir najot izlayotgan, najot berishga harakat qilayotgan yoshlar deb umid qilaman. Umuman avval iqtisod, keyin siyosat degan ibora borda. Iqtisodni-ku bilasizlar. Mana hozir o'sha Jahon savdo tashkiloti haqida gapirdingiz. Bizni bugun Iqtisod va servis institutini talabalari buni mana ochiq aytishingiz imkoniyatingiz borda. Qay darajada siyosatni biladi? Mana bugungi Markaziy Osiyo siyosati bu yaqin 10 yillik, 20 yilliklarda bu darajada nimaga kelmaganda. Nima deydi, hozir qaltirab turibdi-da, men nazarimda. Siyosat qay darajada beriladi talabalaringizga? Yo faqat iqtisodmi? Men talabalikda shunday esimga tushib ketdi. Siyosatga aralashma deyardi-da. Guruhda siyosiy biron narsa muhokama qilib qolsak, shunda bir gap aytganman. Siz aralashmasangiz, men aralashmasam kim aralashadi degan gapni hali esimda, 2-kursimdan 1-kursimda aytganman. Talabalarimiz endi hozir nafaqat bu iqtisodiyot sammisiyani talabalari, butun talabalar shundayki, internet olamida hozir hech qanday cheklov qolmadi-da. Yashirish kerak yo'q. Ya'ni faqatgina o'sha o'quvchining, talabani o'ziga bog'liq, uni qanday tushuna olish. Olib borilayotgan davlat siyosatini to'g'ri tushuna olish va u yerdagi rejalar, xavflar, xatarlarni u daxldorlik hissi bilan anglab yetish, tahlil qilish. Bu men uchun hozir menga qiziq, mana hozir aytishingiz boshqa talabalardan ko'p bor endi. Hozir mana shuni oddiy savol bersangiz, menga nima qizig'i bor deydi. Unday emas. Chunki yuqorida aytdingiz,
iqtisod, keyin siyosat. Siyosat har bir fuqaro, har bir yoshning hayotida nima deydi, o'z aksini topadigan jarayon hisoblanadi. O'ylayman, hozirgi kunda hozir yoshlar yomon, yoshlar bunday, yoshlar zetalat, mana bunaqa degan juda ko'p narsalar bor. Lekin tanganing ikkinchi tarafi hozirgi kunda teran fikrlaydigan, kreativ yoshlarimiz ham juda ko'p. Faqat yoshlarga bolalarcha qarash kerak emas. Yoshlarni shaxs sifatida hurmat qilib, pozitsiyasini yetishida yordam berib qilinishi kerak. Nasib qilsa, siyosatda ham o'z so'zini aytadigan yoshlarimiz ko'payadi. Faqat siyosat mavzusi bu juda mulohazali, juda chuqur. Yetti o'lchab bir Shunday, tepadigan. u yerda fikr bildirish, u yerda nimadir aytish juda qiyin narsa hisoblanadi. Lekin har doim insonni o'zining qat'iy pozitsiyasi, fikri bo'lishi kerak. Demak, bu iqtisod va servis institutida bunaqa yoshlar bor deya olasiz. Albatta. Onlaynda savollarimiz yig'ilibdi. Qisqa lo'nda javob berasiz degan umiddamiz. Shuhratjon Zokirovdan: o'zingiz o'qiysiz, kitoblar tarqatasiz va qachondir o'zingiz ham bu ishlaringiz, hayotingiz haqida kitob yozsangiz, uning nomi qanday bo'lardi va muqovasini qanday tasavvur qilasiz? Savol zo'ra. O'tgan yili bir boshlagandim. Kitob yozishdan. Ha, 100 varaqlarga yetib qoldi, keyin to'xtab qoldim. Shunaqangi qiyin ekanki, mana shu narsa adabiyotchilarni, ijodkorlarni endi o'zimda his qilib ko'rdim. Haqiqatda qiyin ekan. Mana ustozim Mamoyuz Qarshiboyevich bor. Har kuni bir bet yoz degan shiori bor-da. O'shanga amal qilib turib boshlagandim, lekin endi ilmiy asar yozsangiz mayli xo'p, lekin mana bunaqa o'zingizni hayotingizni, jamiyatdagi muammolarni yozish, uni tahlil qilish anchalik qiyin ekan. Mening hayotim deb nomlagan edim, nomi ham tayyor. Muqovasini esa shu olis qishloqda eshak minib yurgan bitta oddiy bola. Salki bilmadim, endi men shunday tasavvur qilaman. Chunki ko'p yashirmayman, hozir bu yerda chiroyli joyda, chiroyli kiyimda yurgan bo'lishimiz mumkin, lekin bolaligimiz tog'-u toshlarda maktabga eshak transportida qatnab o'tgan bolalik hisoblanadi. Uni hech qachon unuta olmaymiz. Sanjarbek Sayfullayevdan: Bekzod aka, bilamiz eng yosh liderlardansiz. Siz shunaqangi kitob tavsiya qiling bizga, ham ishda, ham o'qishda lider bo'lishimiz uchun. Ha, aytgancha sizga taklif, birga monografiya yozsak nima deysiz? Bo'ldi, yozamiz monografiya. Sanjarbek Samarqandda bir kun degan loyihamizda g'olib bo'lib qatnashgan yigitimiz, adashmasam Urgutlik. Kitob. Hozir agar men ham ishda, ham o'qishda, ham hayotda yordam beradigan kitob desa, bitta kichkinagina kitob bor. Jim Ronning Aql vitaminlari degan. Shu kitobni albatta topib o'qisin. Juda ko'p joyda tavsiya qilmayman. Chunki bu kitob shunaqangi kitobki, inson o'zgarishiga va o'zgartirishga odat tashkil qilish uchun yordam beradigan kitob. Munisa Xudoyberdiyeva: agar hozirgi aqlingiz bilan 20 yoshingizga qayta olsangiz, nimani mutlaqo boshqacha qilgan bo'lardingiz? Shaxsiy brend qurishni va shaxsiy blog qurishni o'sha paytda boshlagan bo'lardim. Shohrux Isomov: ta'lim yo'nalishlarida bakalavr ham magistraturani ham o'qib yaxshi ishga joylashib ishlagan qulaymi yoki sertifikat bilanmi? O'zi bu savol menimcha aytmoqchiki, kasb o'rganib ishga joylashganim yaxshiroqmi yoki oliy ta'lim tizimida ketganim yaxshimi deyapti. Agar sizning o'rganadigan kasbingizligiga bog'liq. Agar siz o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bakalavr, magistr davom etishingiz kerak. Yo agar siz oddiy biron bir sohada hunar bilan ketmoqchi bo'lsangiz, o'sha hunarni zo'ri bo'lib o'rgansangiz bo'ladi. Yo agar siz haqiqatda ustasi bo'lish uchun bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta hech qachon sizga diplom zarar qilmaydi. Albatta bakalavrda ham, magistrda ham o'qib qo'yishingiz kerak. Bu sizga hujjat bo'lib qoladi. Behzod Muhammadiyevdan: assalomu alaykum hammaga. Domla, orzuyingizdagi O'zbekiston qanday bo'lishi kerak? Ma'noli qarashlar. Isomiddin aka juda katta jurnalist, juda katta ustozlardan biri. Yordam so'ramoqchiman. Chunki O'zbekistondagi eng katta axborot oqimini bir a'zosida axborot targ'ibotchi degan. Orzuyimizdagi O'zbekiston men shunday o'ylayman. Ketish uchun gap Bundayda, oldin oddiy telefondan qiyos
telefonni hech mana 6 yildan beri telefon yo 7 yildan, 10 yildan beri boringki telefon ishlatsam, chipolsiz, steklosiz ishlatmagan ekanman-da. Yaqinda 1-2 kun steklosiz ishlatib qoldim. Qo'polroq misol, lekin oddiy misol. Va steklosiz va chipolsiz ishlatganda shu narsaga amin bo'ldimki, inson uchun ancha qulay ekan. Ko'zingiz maza qilar ekan va qo'lingizga ancha qulay ekan. Ya'ni va yana oldin mashina minganimda qishlog'imiz juda yo'llari yomon. Borganimda sal nimadir bo'lsa tushib qarab nimadir qilardim. Ya'ni mashinaga bir nima qilmabdimi, bunday bo'lmabdimi? Endi shu narsani anglab yetyapmanki, barcha moddiyat, barcha narsa, barcha matoh inson uchun. Inson qadri uchun. O'zbekiston, o'sha orzuyimizdagi O'zbekistonda mashinalar, matohlar oddiy buyum kabi qariladigan, inson qadri birinchi o'ringa chiqqan, so'z erkinligi juda ham yuksak darajada bo'lgan jamiyat So'zingizni bo'lishi. boshida chexolsiz ishlatganimda qulay bo'ladi deganingizda man bir ma'noli gap gapiradi degandim-da. Buyumga bog'lab ketdingiz. Balki chexolsiz ishlatsa sindirib qo'yish tezroq oson bo'ladi. Pul ko'proq ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ham yana nimagadir bog'laysiz desam, oddiy bo'lib ketdi buyog'i. Yo'q, bu yerda nima? Ya'ni bu matoh inson uchun-da. Ya'ni mana bu oddiy stiklo qo'yishimiz ko'z nurini ketishiga ko'proq sababchi bo'ladi aslida. Biz nima bu sinmasin, bizni pulimiz ketmasin, tejamkorlik qilish maqsadida Ko'proq asraymiz, chidasin. ko'proq chidasin deymizda. Ya'ni mana oddiy qarang, bitta misol. Uyimizga yangi ko'rpachalar qachon to'shaymiz? Mehmon kelgan. Mehmon kelganda. Nega o'zimiz uchun emas? Qachon eng yaxshi kiyimlarni kiyamiz? Mehmonga borganda, to'yda. Nega har doim emas? Men orzuyim shu eng zo'rlarini real vaqtda, hozir foydalanish kerak. Hozir nima qilishimiz kerak. Endi u juda katta orqasida ma'no bor. Ya'ni shu darajaga yetishimiz kerakki, bizda mana bu telefon oddiy simichkachilik bo'lishi kerakda. Ya'ni buning uchun biz 3 oy oyligimizni yig'ib olishimiz kerak emas. Oddiy matoh, ya'ni bunda iqtisodiy tarafi ham bor. Ya'ni biz shunchalik qobiliyatimiz yuqori bo'lishi kerak. O'sha yalpi ichki mahsulotimiz aholijon boshiga shunaqangi tushishi kerak. Telefon oddiy bir matohdek bo'lishi kerak. Yoki kiyim ham bir oddiy olinsa bo'ladigan narsa. Uning uchun pul yig'ilishi kerak emas. Qolganini efirdan keyin gaplashib olamiz. Menga yoqdi bu fikr. Nafisa Qo'ylonovadan savol. Bek akam, bugungi millatimiz yoshlardan ko'nglingiz to'ladimi? Yoshlarimiz bundan 100 yil oldingi jonini fido qilgan bizni jadidlarimizga munosib avlod bo'la olyaptimi? Vatanparvarlik tuyg'usi qay darajada? Judayam qiyin ekanda savollar. Qisman ma'noda ha. Chunki qaysidir hozir ijtimoiy tarmoqlarni qarashimiz mumkin, judayam bachkanavozlik, judayam nima deydi, cringe videolar judayam nima deydi, yoshlarimizni dunyoga O'zbekiston nomini ko'tarish o'rniga tushiradigan narsalar ko'payib ketdi. Lekin shu bilan birgalikda o'sha jadidlarimizga, o'sha avlodlarimizga munosib bo'layotgan yoshlarimiz ham bor, yo'q emas. Faqatgina biz o'sha insonlarni borida qadrlashimiz kerak. Borida bilishimiz kerakda. Men buni efirdan keyin aytaman. Men juda mamnun bo'ldim, Bekzodjon, sizni xulosaviy fikrlaringizdan. Bular ong o'zgarishlarida. Ong o'zgarsa, har bir narsani qiymatini hech narsaga arzimasligini anglab yetamiz. O'sha nimaga men telefonda foydalanib ko'rishim kerak, uni qiynab o'zimni, buni arzimas, baribir bugun bo'lmasa ertaga buziladi. Shunday. Yoki mashinangizni qayerdir qirib olinsa, u yurmay qolmaydi, u baribir yuraveradi. Va bu narsalar matohlarga muhabbatimizni berishimiz noto'g'ri degan xulosangiz menga juda ma'qul bo'ldi. O'sha O'zbekistonda bor-ku, Gulnora. Men yana sal qo'shimchasi bor. Bilasizmi, qanday tasavvur qilardim? O'sha texnikalarda aynan do'stona suhbatda mehmoni bo'lganimda o'sha qaysidir fikrga bog'liq boshqa masalada aytganman-da. Bizda taraqqiyotimiz nimada bo'ladi degan fikr bo'lganda o'shani aytdim. Chiqindini hech kim ko'rmayaptimi deb turib derazadan otib yuborishni to'xtatadigan xalq bo'lishimizni istaganman-da. Yoki o'sha mashina to'xtaganda bunday ochib turib nosni tuplab ketadigan bir maxluq bo'lmasligimizni istaganman-da.
yo'lda ketayotganda orqangizda margat qilib ketadigan inson bo'lmasligimizni istaganman. Yoki sal bundayroq joy bo'lsa, mashinani o'ng tomonidan quvib o'tib, mana bu piyodalar yo'lagiga chiqib ketmaslikni istaydigan, o'shani anglaydigan xalq bo'lishimizni istaganman-da. Yoki svetoforda qizil chirog'ida hech kim yo'q-ku deb turib bosib ketmaydigan inson bo'lishdi. Shu bilan birga o'sha piyodalar ham o'tayotganda ongli ravishda o'zini hayotini hurmat qiladigan va o'sha ketayotgan texnikani harakatiga xalaqit bermaydigan inson bo'lishimizni orzu qilganman. Demak, orzumizdagi O'zbekiston Ha. biz hozir qilayotgan xatti-harakatlarni qayerga borayotganiga bog'liq. Shunday. O'sha mashhur bir hozir yoddan esimda yo'q, chiqindini qayerga tashlashni bilmaydigan yoki taqiqlangan joyga tashlaydigan millat o'z yetakchilarini saylolmaydi. Ularni xohishi Saylovoldi bilan, chiqadigan ularni tepadi. xohishi bilan saylanmaydi u rahbarlar deydi. Demak, o'sha O'zbekiston qanday bo'layotgan bo'lsa bugun, biz o'shanga munosib xalqmiz. Biz zo'rroq xalq bo'lsak, yaxshiroq xalq bo'lsak, O'zbekiston yana ham yaxshilanib boraveradi. Bunday. Soatimiz O'zimizni millari. o'zgartirishimiz kerak. Shunday. Soatimiz millari biz xohlamasak ham efir vaqtimiz tugashiga qarab bong uryapti. Mm. Keling endi bugungi suhbatni xulosalab olsak. Mm. Bugungi suhbat qanday bo'ldi? Qanaqa xulosalar oldingiz? Qaysi savol sizga ko'proq yoqdi? Suhbat o'z nomi bilan do'stona bo'ldi. To'g'risi, ancha muncha narsani menda bitta shior bor, ya'ni borgan joyingdan nimadir o'rganib qayt. Borgan joyingdan nimadir olib qayt degan narsa. Hozirgi fikrlar haqiqatda nimadirlarda o'zimizga belgilab oldik. Muxlislar savoliga to'xtaladigan bo'lsak, haqiqatda nima deydi, o'sganimiz bilinibdi. Muxlislarimizni ham oldin savollar bo'lardi. Nima deydi, savol berayotgan odamning savolidan uni qandayligini bilsa ham bo'ladi-da. Savol qachonki beriladi, tushunmasa yoki tushunsa, savollar ham ancha yaxshi, muxlislarimiz ham ancha faol bo'ldi. Eng yoqqan savolga to'xtaladigan bo'lsak, Siz mazmunini ayting, men kim bilan? birinchisi Qodir aka, so'zsiz. Men 3 kishini tanlab olmoqchiman, to'g'risi. O'zi Gulnora bilan kecha anonsda borganda gaplashgandik. O'sha 84-sonda Somiddin aka sovg'a berishda o'zimiz boshlab bergan ekanmiz. Ya'ni birinchi o'shandan keyin do'stona suhbatda obunachilarga sovg'a berish an'anasini yaratgan ekanmiz. Juda ham bundan xursandman. Har doim hazil tariqasida yozaman. Agar efirga kirib qolsam, savol kimga anaqa sovg'ani kim oldi, shuni kim aytgan ekan deb hazil tariqasida 3 kishiga sovg'a berish niyatimiz bor. Keyin kitob haqida aytdik-ku, kitob o'qiysiz, kitob tarqatasiz. Kitob yozingizda qanday nomi va muqovasi, adashmasam Shuhratjon Zokirov edi. O'sha kishiga ikkinchi sovg'amiz. Uchinchi sovg'amiz savol berganlarga emas, bizni kamera ortida turgan insonlardan biriga, Umidjon akamizga. Endi qaratishda iloji bormi? O'zingizga qaratib olasiz, Umidjon. Qaysi umumiy anaqani, chunki men shunday qilaman, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda har doim siz ham faolsiz, men ham, Gulnora ham faol, lekin kamera ortida turgan insonlarning mehnati ko'proq bo'ladi-da. Uni montajni qilib berayotgan, uni efirda turgan, chunki bizlar maza qilib suhbat qilyapmiz. Lekin bu yoqda odamlar mehnat qilyapti. Shuning uchun Umidjon akani anchadan beri taniyman, hurmat qilaman. Arzimasang Umidjon akaga sovg'amiz bor. Bo'ldi. Rahmat. Sovg'alar egalariga muborak bo'lsin. Bugungi suhbat sizga yoqqanidan xursandmiz. Bardavom bo'lsin suhbatimiz. Ilohim 1000-sonida ham qatnashish, 2000-sonida ham qatnashish va bu nafaqat Samarqandda, balki butun borib shunaqangi rivojlansinki, Nobel mukofotini olgan insonlarni biz suhbatlarga chaqiraylik. Aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin. Xalqaro maydonlarda ham chiqaylik. Maqsadimiz ham o'zi shu. Nasib bo'lsa biz o'sha tomonga qarab boramiz, Xudo xolasa. Nazarimda Gulnora yangi eski 2025-yilimizda so'nggi mehmoni bo'lyapti, Bekzodjon. Shunday. Biz
Demak, hozirdan bizni kuzatuvchilarimizni Yangi yil bilan tabriklasak bo'ladi. Biz 2 haftada 1 marta efirga chiqamiz. O'ylaymanki, o'sha umidli yoshlarimizdan birini o'sha suhbatimizga chaqirganligimiz bu mazmunan, mantiqan bir 2025-yilimizga chiroyli yakun bo'ldi deb o'ylaymiz. 2026-yilda ham do'stona suhbat loyihasini kuzatuvchilari, do'stlarimiz, bizni yaqinlarimiz bilan yanada yuqori pardalarda ko'rishishni umid qilib qolamiz. Kuni kecha 2025-yil xulosalari va 26-yilga rejalarni muhokama qilganimizda, mehmonlarni hozirdan tuzaylik dedikda va bir qiz e'tiborimni tortdi va u kishiga yozdim. Keling, do'stona suhbatni Yangi yildagi sonlarda sizni ko'raylik deganimda, sal kamtarlik qildilar-yu, "Man 3-4 yil bo'ldi, sohada yangiman. Sohada o'zini o'rnini topganlarni chiqarib turaveringlar. 3-4 yildan keyin balki chiqarman" degan fikrlarni aytdilar-da. Yo'q, bu do'stona suhbat loyihasi loyiha sifatida bo'lsa ham, bu oila, katta bir oila. Unda yoshni farqi yo'q. Muhimi jamiyatda o'z o'rni bo'lishi va insonlarning fikrini oz bo'lsa-da ijobiy tomonga o'girishni o'zi yetadi deb o'ylaymiz. Yangi yilda do'stona suhbat loyihasi yanada yuqori pog'onalarga ko'tarilishi uchun albatta sizning muxlislik mehringiz bizga juda ham kerak bo'ladi. Bugungi suhbat manfaatli bo'lgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring, takliflarni yozib qoldiring va siz istagan inson keyingi sonda 2026-yilda aynan mana shu mikrofon qarshisida bo'lishi mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar.